Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. House Mobile har doim sizlarning xizmatlarini qilganidan mamnun bo'ladi. Har bir mijozning roziligi biz uchun eng muhim baraka omili hisoblanadi. Har bitta rozi qalb uchun biz qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Eng yaxshi smartfon qilib berishlikka, video qilib berishlikka, borganda ko'rib olishni ta'minlab berishlik, oldindan to'lovlarsiz bepul yetkazib berishlik, barcha yaxshi imkoniyatlarni sizlarga taqdim etgan holatda bugungi chegirmalarni boshlaymiz inshaalloh. Xo'p, birinchi bo'lib Xiaomi 13T Pro. Bu modelni bilgan biladi. Bu model eksklyuzivniy 120 vattli quvvatlagichi ila 17 minutda to'ladi zaryadkasi. $320 evaziga eng yangi holatda A+ segmentda va Samsung Z Flip 5. Bu dunyoning bardoshli buklanuvchi smartfoni, to'laqonli bezazor yopiladi. To'laqonli displey ila hamma ilovalarni boshqarish imkoniyatiga egasiz. Bu Dubai variantda. Xudo xolasa bu korobka hujjatlari bilan koreyskiy narxida $385 evaziga chegirma narxda. Bugun biz sizlarga noyoblikni, bugun biz sizlarga kuchli, plavniy, elegantniy va yoqimli bo'lgan eng seryozni uslubdagi ikki xil rangdagi Samsung Galaxy S23 larni $347 dan bu nimasi axir? Bunaqa narxlar, bunaqa imkoniyatlar faqatgina bizda. Hozirgi paytda imeykalar o'tishi bir qiyin, rastamoshka bo'lib ketsa juda qimmat bo'lib kelayotgan telefonlar narxi bizda arzonlab bormoqda. Bizning maqsadimiz narxni oshirishlik, sizdan foyda qilib olishlik emas. Bizning maqsadimiz aytganimdek videoda boshida har bitta rozi qalb uchun harakat qilishlik. Siz bizdan mamnun bo'lsangiz, bizdan rozi bo'lasiz. Shunday ekan, shundagina bizga baraka keladi. Biz inshaalloh har bir mijozni rozi qilamiz. iPhone 12 mini 6481 ideal родной $209 ga A+ segmentda, 12897 $222 ga A+ segmentda siz istagan modelni, siz istagan turdagi ranglari va holatlari bor. iPhone 13 mini bu esa dunyodagi eng kichik, eng yengil, eng so'nggi, eng noyob model iPhone 13 mini. Bu smartfonni ishlating, ekrani kichik bo'lishiga qaramasdan 16 Pro Max'ning ekranining effektini beradi. Smartfon shunaqa sehrli smartfon. Men o'zim ishlatib ko'rganman. Sizga ham taklif etaman. Haqiqiy telefon $295 evaziga. iPhone 11 Pro 64 GB 90 dan yuqori $260 ga ikkita 64 talik keldi. Bir dona 256 lik 95% $290 ga O'zbekistonda ishlamagan varianti kirib keldi. iPhone 8 Plus'ni eksklyuziv 256 100lisi $155 ga haqiqiy arzon narxga, haqiqiy kuchli taklif. 128 93% $519 ga. Bu haqiqiy arzon narx. iPhone 13 Pro'lar bizda 128 dan baland $554, $558 gacha borligini ta'kidlab o'taman. Bugun iPhone 6 Pro 256 $720 ga. 256 $719 ga natural titanni 128 talik narxda taqdim etyapman. Bilsalaring bilasizlar, iPhone 11. Bu noyob taklif. Noyob narx 128 $170 ga ideal A+ holatda. Faqatgina Face ID ishlamaydi. Ayrim mijozlar Face ID ishlatishmaydi. Shaxsan o'zim ham Face ID dan unchalik muhtoj bo'lmayman. Face ID qo'ymayman deyarli. Buni mijozimiz o'zimizdan olganlar. Korobkalargacha turibdi. 100% toza. 128.85 Amerikadan kelgan. Narxi esa chegirma narxda. Eng arzon narxda $530 evaziga. iPhone 15 Pro qora rangda o'zimizning mijozimiz o'zimizdan xarid qilganlar va o'zimizga qaytarib berib yangilaganlar va smartfonning holati A+ xuddi yangida chexolda turgan $720 ga 256 xotira. Bitta X9C keldi. Egasini aytishicha sim karta ham qo'yilmagan. Haqiqatda smartfon yangi. Inshaalloh bu smartfonning narxini chegirma qilib beraman $279 ga. 340 ga olingan telefon super taklif ila taqdim etilmoqda. Infinix Hot 40 Pro zaryadning hamma yo'g'i full box holatda $148 ga, hattoki laminatsiyalar ham olinmagan. Haqiqiy kuchli 12 ga 256 lik variantda. Biz Galaxy S2 Ultra'ni 315 sotyapmiz A+ holatda. Men sizga A- holatda korobkalari bilan birgalikda kelgan ideal holatdagi telefonni $300 ga yana bir ultra imkoniyatlar, ultra modelni premium ko'rinishi, eng yaxshi rad etib bo'lmas taklif. Biz sizga flagman telefon taklif etar ekanmiz. Bu flagman yoqimlilik hissini, tezkorlik hissini, bagati hissini taqdim etadi. Bu smartfon S2. Bu smartfon internet zavqi, dinamik AMOLED 2X yorqin, tezkor, zamonaviy displey. PUBG o'yinda ham 90 FPS ochadi. Ko'plab ilovani o'rnata olib bir vaqt o'zida ishlatasiz, qatimasdan ishlaydi. Chunki Snapdragon 865 bir chiqib qolgan noyob protsessorga ega.
Smartfon $215 A+ segmentlari, A- esa 180-185 ni tashkil etmoqda. Biz sizga Samsung Note 10 Aura va qora rangda. Qorasi A- salafanlar olinmagan, lekin A- holatda O'zbekistonda ishlamagan $185 $200 Gold Aura rangi. Eslatib o'tishim joiz, aynan Note 10 ni biz foydalanish uchun olib kelmayapmiz. Ishoning, biz taqdim etayotgan kabi Note 10 ni siz O'zbekistonda hech qaysi viloyatdan topa olmaysiz. Chunki men o'zim 100 dan ortiq magazinda qidirib ko'rdim, birorta magazinda yo'q. Koreyani o'zida ham yo'q deyarli. Koreyadan olib keltirsak, bunaqa narxga sotsak qoplamayapti. Lekin maqsadimiz har bir smartfonni mijozlarga ta'minlab berishlik. Shunday ekan, biz foydani muhim sanamaymiz. Biz va'daga vafoni, mijozni rozi qilishni birinchi o'chirga qo'yamiz. Inshaalloh S10 $145 O'zbekistonda ozgina ishlagan, $157 telefon M33 bu A32 5G dan yangi, yaxshi model, chunki bu A33 dan ham kuchli model M33. Bu smartfonlar 6 ga 128 talik, 120 Hzli tezkor displeyga ega, yoqimli uslubga ega $135 dan. Men sizga ayta olaman, bu smartfondan men shaxsan ishlatganman va bu smartfonda rohatini hali 16 Pro Max dan ko'rmadim. Smartfonni ishlating, o'ta yengilligi, tezkorligi, Poco F5 o'ta kuchli, 8256 orqasi karbondan ishlangan, imekalar ro'yxatdan o'tgan $245 evaziga. Zaryadnilari yangi, sim karta qo'yilmagan, faqatgina korobkasiz keldi. $280 Honor X9C Smartni biz bugun $220 Nefretiy голубой rangini taklif etamiz. Siz o'z dunyoyingizni kashf qilasiz. Smartfonda ekrandagi laminatsiyalari hali olinmagan, yopilganda elegantli telefon, salafanli holatda sal tagida ishlangan joyi bor, lekin yangidek turgan bu smartfon $420 evaziga Snapdragon 8 Gen 1 tezlikda tengsiz tezkor chipga ega bo'lgan yoqimli hissiyot taqdim etuvchi Samsung kompaniyasi bu smartfonni sotish uchun emas, o'zi uchun chiqargan edi. Bugun esa talab ko'payib bormoqda. Hozir Fold 6 ishlab chiqarildi. Kuni kecha Fold 6 ni qo'ydik, 6-7 minutda baraka bo'lib ketib qoldi. Bu smartfonlar shunaqangi tez baraka bo'lib ketadi. S22 Plus $315 evaziga siz azizlar uchun $340 telefonni taklif etmoqchiman. Budjet segmentda yoqimli rangda yaxshi smartfon $92 ga A04. Sizga kerakli hamma imkoniyat bu smartfonda $92 ga mujassamlangan va men sizga 11 Lite ni $125 ga 8 ga 128 talik varianti. S15Glarimiz va nihoyat kirib keldi. Storiesga qo'ymadim chunki zakazlar ko'p, ulgurmay qolishi mumkin, lekin telefon qilib zakaz qilsalar ham beraveramiz 215 dan, lekin A- esa 180 dan qilib beramiz. 180 ga ham ideal holatda. G'ayrioddiy smartfonlarni kutib oling. 100% radnoy holatda $399 ga iPhone 13 ni oq rangi. 6492 $270 ga keramikadan ishlangan yengil, qirrali uslubda aniq chiziq, aniq shakllar, o'ta yengil, tezkor smartfon 12 va arzon narx $270 ga. iPhone 11 Pro 64-89% $260 evaziga. Men bugun bu smartfonlar hammasini ko'rsatib bera olgan bo'lsam, qaysi biri yoqqan bo'lsa qo'ng'iroq qiling. Sizga bu smartfonlar ko'rsatishdan avval bu smartfonlar ming chig'iriqdan o'tadi. Har bir smartfonning har bir detali, har bir joyiga e'tibor qaratilgan holatda, tekshiruvdan muvaffaqiyatli o'tgan holatdagina bu storieslarga, videolarga joylanadi. Bu bizning asosiy filialimiz emas, bu bizning ikkinchi filialimiz. Asosiy filialdagi chegirmalar juda katta bo'ladi. Ularni Telegram kanaliga joylab qo'yaman. Albatta havola orqali o'tinglar. Inshaalloh biz sizni ikkala filialimizda kutib qolamiz yoki qo'ng'iroq qilsalaringiz 24 soatli operatorlarimiz samimiy xizmat ko'rsatishadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.